Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi safarga chiqdilar. Borsalar, safarda joy topa olmay masjidga kiraman desa, masjid bekik ekan. Masjidni devoriga suyanib uxlamoqchi bo'lib tursa, masjidni qo'shnisi chiqib, "Nima qilasiz? Men musofir edim, masjid bekik ekan kerak desam, yuring bo'lsa bizga" deb uyga olib kirib ketibdilar. Uyga kirsalar, u olib kirib ketgan odam non yeganda, non qilar ekan. Sahar turib, xamir qilyotib, "Astag'firullohal azim" deb aytaverar ekanda. Haligi Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi qarab, "Birodar, istig'forda bir foyda topganga o'xshaysiz" debdilar. "Ha, men istig'forda shunaqa ko'p foyda topganmanki, hamma duolarimni Alloh shu kungacha ijobat qilib kelyapti. Istig'for etgan odamning duosi ijobat bo'lar ekan. Bitta duoyim ijobat bo'lmayapti" debdilar. "Nima u?" desalar, "Bugungi davrda allomasi Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi men ko'rishmoqchiman. Xudodan so'rayapman, ijobat bo'lmayapti." "Birodar" debdilar, "Bu duoingiz ham ijobat bo'libdi. Shu odam men bo'laman" deb. "Men bo'laman" debdi. Muhtaram jamoat, kitob aytayaptilar. Alloh jalla va aloga istig'for aytayotgan insonning orzusini Alloh uyga olib kelib qo'yadi, uyga deb. Ko'ryapsiz? Biz aytaylik, aytib turib Allohdan so'rab ko'raylikchi, bermasmikin? Innalloha la yuxliful mi'ad. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi.